Assalomu alaykum hammaga. UFC'ni doping kontrol javoblari alhamdulillah yaxshi chiqdi. Xo'p, 3-marta doping topshirishim yana. O'sha har bir oyda bir marta kelishyapti. Yaqinda ham 17-dekabr kuni olib ketishganda mana bugun javob chiqdi. Alhamdulillah yaxshi. Xo'p, xudo xolisa o'sha mart oyida inshaalloh janglarga qaytamiz. Nasib bo'lsa, mart oyida jang kunlarimiz aniq bo'ladi. Inshaalloh. Bungacha inshaalloh sabr qilib trenirovkalarni to'xtatmaymiz. O'sha hayotimda ozgina o'sha o'zgarishlar bo'ladi. Inshaalloh yaqinda uylanyapman va inshaalloh o'sha har qanday vaziyatda ham trenirovkalarni to'xtatmasdan oldinga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlab duo qilib turinglar.